Assalomu alaykum aziz bobodexonlar, sizlar 2025-yil 4-oktyabr sanasiga ko'ra qovoq maydonimizga keldik. Xorazmda bugun kechasi, o'tgan kuni kechasi salgina sovuq urish bo'ldi. Qovoqlarni sovuq urib ketdi. Ko'rinib qoldi hamma joy. Bargini sovuq urgandan keyin barg ostidagi qovoqlar ham ko'rinib qoldi. Bu yog'i o'tgan videoni ko'rgan bo'lsangizlar, bundan bir oldingi videoni biogumuzsiz tuproqqa ekilgan deb aytgandim. O'sha joyda sal doni maydaroq. Bu yog'i biogumuzga ekilgan joyi. Sovuq urgandan keyin barglar tishlashadi. O'sha hisobga dala maydonimiz umumiy ko'rinishi. Xudo xolasa terim ishlarini olib boramiz. Shu kuni ertaga 4-oktyabr holati bo'lsa, mana bular juda ham yirik bo'lgan. 4 kilo atrofida bor mana shu. Bular 2 kilo, 2,5 kilo. Endi buni qo'yishdan nima yo'q, foyda yo'q. Terib olib borib saqlashga qo'yamiz. Bahosiga keladigan bo'lsak, 1800-2000 so'm atrofida so'raldi. Sal kutishib ko'ramiz iloji boricha. Saqlashga joyimiz bor. Saqlab ko'raylikchi. Baholar o'zgarmasin. Hamma joy qo'l. Terim ishlarini olib borganda bitta qariq deymiz bizda. O'shandan nechta abban ekilgani ma'lum. Nechta tuxum ketgani birar qariqqa. Keyin nechta meva solganini bir hisoblab ko'ramiz. Keyin sredniga qariq sonini bo'lib qo'yamiz. Shuni ham bir nima qilib video qilib sanagan bitta qariq 90 ta urug' ketgan bir qariq ikki tarafiga. O'shani hisobga chiqaramiz. 85-90 atrofida ketgan. Qariqning ustini bittasini sanab ko'ramiz. Sredni shunga bo'lamiz. Shunda tonnani chiqaramiz. O'rtacha 5-10 tasini o'lchaymiz. Katta kichigidan. Shuni bo'lib kilogramga qo'yib bir sentini chiqarib ko'ramiz qanchadan berganini. Ustiga minib solgan. Mana bunaqa yorilishlar ham bor. Ko'p emas. 10-15 ta har joyda.
nimadan ekanini suv bir payt 15-20 kun berilmadi. Keyin yana bir chimirib yaxshigina qilib bir berdik. O'shandan ko'ryapman men buni. Hammangiz dehqonchiliklaringizga Alloh baraka bersin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.